hurmatli mehmonlar, Shensi provinsiyasi gubernatori Chaugan janoblari, anjuman ishtirokchilari. Yurtimizda ta'lim davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. So'nggi yillarda biz oliy ta'lim sifatini oshirish, fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi, akademik mobillik va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Bugungi forum aynan O'zbekiston va Xitoy mintaqalari o'rtasidagi ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish, ta'lim tizimida ilg'or texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda yoshlarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Xitoy Xalq Respublikasi 30 yildan buyon O'zbekistonning strategik hamkori sifatida ta'lim va ilmiy hamkorlik sohasida ham salmoqli qo'shma dasturlarni amalga oshirib kelmoqda. Davlat rahbarlarimizning rasmiy tashriflari, ta'lim sohasidagi hukumatlararo shartnomalar imzolanishi, savdo-iqtisodiy aloqalar faollashuvi, xalqaro munosabatlar barqarorligi, uzoq muddatli ta'lim dasturlarini rejalashtirishga moddiy texnik bazani rivojlantirish uchun sarmoya jalb qilishga va to'siqlarsiz akademik almashinuvlarga yo'lga qo'yishga shart-sharoitlar yaratilmoqda. Qadimiy Samarqandning dunyo hamjamiyatidagi o'rni barchaga ayon. Hurmatli Chaugan janoblari, sizning provinsiyangizdagi Sian shahri ham 3000 yillik tarixga ega. Buyuk Ipak yo'lining Siandan boshlanishi, uning boy madaniyati, tarixi bugungi forum orqali Buyuk Ipak yo'lidagi ikki qadimiy shahar o'rtasidagi aloqalarni, ta'lim sohasidagi hamkorliklarni yanada yuqori darajaga olib chiqadi deb hisoblaymiz. Vazirlik sifatida biz xalqaro ta'lim hamkorligini rivojlantirish bo'yicha 4 ta asosiy tamoyil: institutsional barqarorlik, milliy ustuvorlik bilan integratsiya, o'zaro manfaat va tinchlik, tenglik hamda innovatsiya va moslashuvchanlikka asoslanamiz. Vazirligimiz Xitoy Xalq Respublikasi Ta'lim vazirligi o'rtasida 1999 yil 8 noyabrda ta'lim sohasida hamkorlik to'g'risida bitim imzolagan. Ammo ta'lim sohasidagi hamkorlik keyingi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi va ikki tomonlama munosabatlarning muhim qismiga aylandi. Biz ta'lim dasturlarimizni bir qamar, bir yo'l global tashabbusi bilan integratsiyalashuviga alohida e'tibor qaratmoqdamiz va ta'limga ushbu keng ko'lamli loyihaning yumshoq infratuzilmasi sifatida qaraymiz. O'zbekiston Respublikasi hamkorlikka ochiq va qo'shma ta'lim, ilmiy tashabbuslarni amalga oshirishga hissa qo'shishga tayyor. O'zaro hamkorligimiz mamlakatlarimiz farovonligi, barqaror rivojlanishi va innovatsion kelajagi garovi bo'lishiga ishonaman. Buyuk faylasuf Konfutsiy aytganidek, 3 kishidan iborat guruh ichida albatta menga ustoz bo'la oladigan kimsa topiladi. Bugungi forumda turli sohalarda kelgan ilm va tajriba egalari ham bo'ldi. Biz bir-birimizdan o'rganib, yangi g'oyalar, ilmiy hamkorliklar va ta'limdagi yangi yo'nalishlar uchun mustahkam poydevor yaratamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.